Damas mashinasini olib qo'yganmiz. 0 dan 100 gacha motor qilib, plus injektor qilib berishga olib qo'yganmiz. Mashinamizni motorlarni yig'ib bo'ldik. Val blok, golovkalarni remont qilib, chiroyli qilib yig'ib qo'ydik. Xudo xolasa endi injektorga navbat keldi. Xo'p, kommentariyada ko'plab savollar keldi. Injektor qilinganda nimalar o'zgaradi, nimalar qilinadi deb. Sizlarga birma-bir aytib o'tib ketaman. Xo'p, injektor qilinganda doim vozdux almashadi. Spiritli kollektor almashadi, injektorlar qo'yiladi, bobina qo'yiladi, tramblyorlar o'rniga rasvolachi qo'yiladi. Maxavik plus vallachi o'rnatiladi. Korobkalariga speedometer datchiklar o'rnatiladi, xudo xolasa. Xo'p, keyin qo'shimcha elektroventilator bo'ladi, kompyuter sistema, ponna bo'ladi, elektrotablo o'rnaydi torpedkalariga. Shunaqa ishlar qiladi injektor qilinganda, xudo xolasa. Foydali ma'lumot bo'ldi deb o'ylaymiz. Shunaqa videolar ko'proq chiqib turishi uchun like, podpiska, kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlab tursani, xudo xolasa, yana ham to'liqroq obzorlarni qilib berib turamiz, xudo xolasa. Injektor ishlarimiz avjida ketib turibdi, tayyorlash jarayonlari. Xudo xolasa, kimga injektor va 0 dan 100 gacha motorni nishbliga tushishi qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini bosib qo'yamiz va keyingi videoda yurgan holatlarini va narxlarini aytib o'tamiz.